hayotlikni ato qilgan, til bilan so'zlashni o'rgatgan, nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Miskinlarga yor yo'lak bo'ladigan va gunohkorlarni afv qiladigan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Chumuli qushlardan tortib inson va jinlargacha bo'lgan barliq mavjudotlar uning buyrug'iga bo'ysunadi. U hammani ko'rib turg'uchi va butun maxluqotlarning yoshurun, oshkora sirlarini bilguchidir. U hammadan ulug', saltanati cheksiz va hech bir narsaga muhtoj emasdir. Alloh taolodan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Muhammad alayhissalom uning oxirgi elchisidir. Canım ana, namaz İslam'ның bir şartı şundaqmı? Şundaq, umaq oğlum, namaz İslam'ның 5 şartıdan biri. Canım ana, undaqda İslam'ның namazdan başqa şartlarını dep beriңə bəkmə bilvağım ba. Albatta buludu söyümlük oğlum. İslam'ның şartlarını sen, dostların ve her bir musulman bilishi kerak. Ularni ögüniş bəkmə asan şundaqmı canım ana? Şundaq oğlum. Dinimizni ögüniş nahayeti qulay. Bek yaxşı boldu. Men dinimizning şartlarini ögünüp bolgandan keyin bilmaydigan dostlarımga öğütüşkə tirişiman. Hatta bulbul ve müşkümü sözlep beriman. Ama bulardan avval özüm çoqum bilishim kerak-da. Undaqda ana çapsam bolana quluqum sizde. İslam'ның şartı 5'tir oğlum. İslam'ның şartı 5 mi? Şundaq oğlum. İslam'ның şartı 5. Undaqda birinchisidan başlaylı ana. Buludu oğlum. Aval İslam'ның şartlarını dep öteyli. Bir baştan sözlep beriңə əmsə. Buludu oğlum. Aval o 5 şartını dep öteyli. Buludu ana. Birinci şartdan başlan əmsə. İslam'ның 5 şartı var dedik. Şundaqmı oğlum? Hə canım ana. İslam'ның 5 şartı var dediniz. İslam'ның birinci şartı kelime şehadet etiş. Yani Allah'tan başka hiçbir ilahның yo'qligiga, Muhammed aleyhisselamның onun elçisi işkeligiga ishonish. Bu şartni məmə biladiganman ana. Kelim şahadet aytishni dadam bilan ikkinlar o'rgatdinglar-ku. Ashhadu an la ilaha illallah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. To'g'ri deyaldimmi canım ana? Ha oğlum, to'g'ri bo'ldi. Bunun ma'nosini bilamsan oğlum? Bilaman ana. Guvohlik bermanki Allah'tan başqa ilah yo'q. Muhammed aleyhisselam Allah Taala'nın bendisi ve elçisi. Barakallah aqlliq oğlum. Bir kishi bu kelime şehadetni tili bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlamag'icha musulmon bo'lolmaydi. Chunki Allah Taala'nın barligi va birligiga, Peygamber aleyhisselamның onun elçisi ekanligiga ishonish imonning va islomning sharti. Bir kishi mushundaq iman aytib, chin qalbining qoyil bo'lmag'icha u iman etgan bo'lmaydi. İslamның birinci sharti Allah'tan başqa ilahның yo'qligiga, Muhammed aleyhisselamның onun oxirgi elçisi ekanligiga ishonish. Men bununla ishonaman, hamda chin yurakdan ishonaman ana. Ashhadu an la ilaha illallah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Nemi degan güzel, nemi degan ma'nilika? Ular İslamның 5 şartıdan birincisini bizga intayin yaxshi tushuntirib berdi. Do'stlar, buni biz mümkün olaylıcı. İslamның 5 şartıdan birincisi kelime şehadet aytish. Kelime şehadet ashhadu an la ilaha illallah ve ashhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluhu deyish. Onun ismi Allah. Asman, zaminda onundan başqa ibadetga loyiq hech narsa yo'q. Şunun bilan bir vaqtda Mekkada tug'ilgan Quraysh qabilasining Bani Hashim jamoatidan bo'lgan Abdullahning o'g'li Muhammad alayhissalom Allah Taala'ning bandisi va oxirgi elchisidir. Suyumlik bulbul, İslamның 5 şartıdan birincisi bo'lgan kalima shahodatni bak yaxshi o'rganibsan. Biz hozirla makonimizga ketayli va boshqa do'stlarimiz bilan ko'rishib, ularning fikrlarini anglab baqayli. Joyida gap qilding do'stim. Boshqa do'stlarimiz bilan ko'rishib, ularning fikrini anglab beqish oqilona bir ish. Undaq bo'lsa, darhol yo'lga chiqayli. Hey can dostlar, biz geldik.
Qizg'in qarshilimiz xush kelibsizlar. Sizlar ham shu gullarning xushidini purab, bu yerga keldinglar-ku deyman. Albatta güzel tabiat ve saf havada sayli qilish salomatlikka foydali. Suyimlik baqa, biz sayli qilish uchun emas, hammamiz uchun muhim bo'lgan islomning 5 shartidan birinchisi bo'lgan kalim shahodatni aytib berish uchun keldik. Bu haqda sening fikringni anglab baqaylik. Allah sizlardan razı bo'lsin do'stlar. Haqiqatan mening fikrimni anglamoqchi bo'lsanglar, hozirla aytay. Avval sizlarning islomning 5 shartini so'zlab bermoqchi bo'lganinglardan intayin xursand bo'ldim. Qarindoshlar, islomning 5 sharti insonlarga bo'libmi yosh o'smirlarga yaxshi tushuntirilishi kerak. Chunki Alloh taolaning borligi va birligiga ishonish, payg'ambar alayhisalomning uning elchisi ekanligiga ishonish iymonning ham islomning shartidir. Endi ruxsat qilsanglar, huzuringlardan ayrilmoqchiman. Birdan keyin ko'rishaylik. Taqajib aldirab ketib qoldi. Bir obdan paranglashvatdik. Endi parangimizni kim bilan davomlashtiramiz? Agar xohlasanglar, men bu vaqtdagi ko'z qarashimni o'ttirg'a qo'yib baqay. Chunki bundaq muhim temalar texmi yaxshi va aniq tushuntirilishi kerak. Vaqtimsaq birodar, seni ko'rganimda intayin xursandman. Bu yerga kelayotganimda seni suning ichida ko'rmabdiman emasmi? Seni yo'q o'xshaydi deb ko'nglim behirim bo'lgan edi. Bu tema haqida sening bir qadar cho'nqur tushunchaga ekanligingni bilamiz. Qani sening fikringni anglab baqaylik. Timsoh birodar, bulbul to'g'ri deydi. Bizga hozirla islomning birinchi shartini aytib bergina. Albatta bo'ladi do'stim Mushuk. Undaqda hammanglar gapimga quloq solinglar. Biz yashayotgan bu koinot ulug' yaratquchimizning borlig'ini isbotlaydigan sonsiz dalillar bilan to'lgan. Nagili qarasak, u cheksiz qudrat egisi bo'lgan Allohdan bir iz. Qayergili borsak, karamlik Allohdan bir asar uchraydi. Olamlarning Rabbi va yegona egisi bo'lgan Alloh taologa guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Alloh taoloning bandisi va elchisi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna